Assalomu alaykum Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz sigir xunajillarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga chorshanba 2025-yil 29-oktyabr Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonoboddan bo'lgan Sobir akalarning xonadonidan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar, bugungi videomizda sozgina bo'g'oz sigir suti bor bitta xunajilimiz aralashgan eng qizig'i puli yengil variantlardan bo'ladi. Qanunda videomizni boshladik. Keling Sobir aka. Jahongir boshladingizmi? Boshladik, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Jahongir, Hov. 4 dona molimiz bor. Hop. Bugun. Yengillaridan. Sifatlaridan. Jahongir boshlayveramizmi? Boshlayveramiz unda. Bu molni qarang. Turishiga gap yo'q. Shved, Qirg'iziston, mana bu emblemasini. Jahongir. Qarang. Oh. Suti ham bormi hozir? Ham bor. Ammo yangi tuqqanini bilmadim-ku. 10 litr sut bo'lmasa kerak bu molga. Bu qanday sifat? Molning holati, uzunligiga gap yo'q ekan, ammo oyi bor-ku. Ha. Oyi 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz Jahongir. Etoshi zo'r ekan. Juda ko'p odam mendan mahnaqa mol so'rovdi. Talab va takliflarga binoan 18 bo'yi. 18, lekin bo'yi unaqa baland bo'lmasa ham, mana Jahongir tapalaq so'raganlar uchun. Bu Qirg'iziston tamom. Ularga oshiqcha ahdo kerak emas. Hali iligi to'lib bo'lganlar. Chiqaring Jahongir. Tishi qilich. Ko'rdingizmi? Xudo xolasa. Mol baquvvatligidan kallasini ko'taradi. Sifatini ko'ryapsiz? Sifatiga gap yo'q. 6 oylik bo'g'oz. Tishi qilich. Yoshi xudo xolasa zo'r. Rosa ochilib joyiga kelgan variantidan. Narxini eshiting. Ayting. Ha? Ko'pchilik narxini ayt deb kutayotgan bo'lsa molni. To'ni ham toza variantlar ekan. Jahongir mol bori nihoyatda tiniq mol. Bu mollarda endi tuqqani desam hali ana bo'lyapti-yu. Molni tanigan, bildi. Mol qarang oq yelin sopposa bu mol bori. Umuman boshqa bo'lib ketadi. Vobshim boshqa mol. Ayting bitta Sobir aka. Jigar mol, vobshim bomba. 23 million so'm kami bor. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi. Vodiy bo'ylab. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz 23 million kami. Kutgan mol yetib keldi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham ichida. Siz kutgan mol mana mol. Lekin uzunliklariga aynan gap. Sinaqtaligi, yuvoshligi, yeb ichishligi. Xullas kalom kerak bo'lsa bozorga chiqmay sotiladigan mol. Jahongir o'ta. Holatiga gap yo'q. Shved parodish kozlari. Keyingi molimiz. Jahongir 7 oylik bo'g'oz. Yaqinmi bu? 7 oylik. U yelinni qarang. Dumini necha ko'tarib. Jahongir o'zi ko'tarib beraylik. 10 qarang mol. Ana bo'lmasa. Yana bitta qashlayda shuni. Jahongir, mana. Hozirgina qilib qashlayda. Buni qaranglar bu. U oyoqni qaranglar, oyoqni ko'tarib berishlar. Joning sog' bo'lsin. Jahongir. Bunaqasi qayerda bor dedi? Bunaqasi oyda bor. G'unajinda bunaqa yuvoshi bo'lmaydi. To'g'ri, haligi molimizda. Juda ko'p g'unajinlar shuni oldiga borsangiz, arqamni uzib osmaga chiqib ketaman. Vang'illatadi. Bunaqa yuvosh kam bo'ladi. Bizga ikkinchisi keldi bu. Esladingizmi, ha? Haligi. Qashlasiz oyog'ini ko'taryapsa, tepyapti deb qochyapti. Bu mana shunaqa qilib berar ekan. Biri 17. Jahongir haqiqatdan ham bor. Men qiziqib qoldim bunga. Bu qarang. Ha. Bu qarang. Ha, qarang. Bu qarang. Ana, sekin oyog'ini ko'tarib. Yerdan oling-da Jahongir. Bunaqa mana oyog'ini ham ko'tarar. Bu qarang. Yo'q, faqat narigini ko'tarar ekan. Bu qarang. Ana rais bu deydi. 28 million kami bor. 7 oylik bo'g'oz. Oyog'ini ko'tarsa narxini oshirib yuboradi. Narxi ham ko'tarilaveradi. Jahongir o'z sifatini ham gap yo'q. Ha, zo'rmi? Zo'rmi? Bolasi. Bitta ko'rsatib qo'ysak oldindan. Bu qarang bolasini. Bola tegadi. Bola rom. Bo'yin necha dedik? 1.17. Xo'p, 7 oylik bo'g'oz. 19 million kami bor. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi, yo'l kirasi, arqami, nuftasi hamma yo'q ichida. 19 million kami bor. Mana mol o'ta baquvvat, o'ta kuchli mol. Siz kutgan mol mashimo, aynan mashimo. Chorva barakada meni molim qachon chiqarkin deb kutayotgan moli shu mol. Aynan shu mol. Maqtamayman. Keyingi mol. Kuragi yo'q hali bo'zek.
Go'zal. Shu joyga ham ko'rib qo'ying. Ha, bemalol. Lekin ma'lum rang bor. Hmm. Mana qaymoqni to'kadigan rang. Ha, bilasizmi? Hı. Qaymoqni zo'r beradigan mol mana shu. 19 million so'm. Kamida astakasi. Umuman Go'zal. kelmay qo'ying bo'zik. Go'zal. Buni og'zini ochish gunoh. Keyingi molimiz, lekin bu mol gabariti o'ta katta ekan. Jahongir, uzoqroq. Kattaligini ko'rdingizmi? Ha? Kattaligiga gap yo'q. Kattaligini ko'rdingizmi? Katta. 127. Jahongir. Necha oylik Sobir aka bu? Jahongir 4 oylik 3 oyga olsin. To'rt Bu oylik, xaltani uch oylik qarang, orasida. Bu xaltani Suti ham bor. Jahongir olib keling-da. Mana qarang. Jahongir suti yo'q, aynigan qarang. Hı. Suti. Hı. Suti aynigan yoki Dimlangan bu tayida Toza o suti bor yelini deysizmi? ichida dimlansa shunaqa bo'lib qolar ekan. ha. O'tgan safar bittali yangi tuqqan ina bolani olib keldim. Sutini soqsam hali oqish chiqdi. Bu dimlangan sut bo'ladi-yu. Hı. O'shanda qolib qolar ekan uchi. Bu sog'asi 1-2 soqqandan keyin oqarib ketadi. Jahongir yangi tuqqanda 15 ta sut bermasa aytaver. Mana mol. Mol lekin kattaligiga Ashulchilar gap. mol qarigan. Jahongir. Lekin Jahongir mo korpus qarang. Bu davrida bor-ku, hali g'unajillik paytida. Hı. Ha? Orqa Ash eng kuchli mol bo'lgan. lekin pachkasiga gap Tushunasizmi? yo'q. Buni nimaga oldim ayting? Ha. Mol o'ta kuchli mol bo'lgan davrida. Davrini Bular- zo'ri bo'lgan. Bolani ham zo'r Tushunasizmi? beradi-da. Hammani davri bo'ladi-yu. Ha. Davrida zo'ri bo'lgan bu ash partiyada. Asha yilda tug'ilganlarda zo'ri bo'lgan. Zo'rlaridan biri bo'lgan. 15 ta sut beradi Jahongir tuqqanda. 2018-yillarda. Ha, 15 ta sut beradi. Men arzon bergani uchun tishi past bo'lsa ham, mana bo'yi baland suylik uchun qarang. Jahongir 127 bu kichkina ko'rsatkich emas-da. Endi qarang. Uzunliklarga ham gap. Kichkina ko'r. Lekin mashim oldi tashab qo'ysa, yaqinlashsa o'zim xaridor. Tushunasizmi? O'zim xaridor. Yaqinlashtirib boldillatib turib, Men o'zimga beraman. o'ta gigant bo'lib ketadi-da bu Chunki- boldilasa. Sut yo'nalishi bo'yicha men sotaman. Bu tishi mana tishi past. Lekin buni narxi ham pastda Jahongir mana. Ko'ryapsizmi? Mana degan. Lekin Jahongir Aha. yeb ichishini ko'rdingizmi o'zingiz? O'rar ekan. Yeb ichishi o'ta bomba. O'radi deb ichdi. Narxini eshiting. Ayting. 23 million chiqadi bahosi tishi bo'lsa-da, Mhm. 16 million 300 ming so'm. I? Jahongir 16 million 300. 16 million 300 ming. 4 oylik 3 oyga olsin. Ana jigarlar sizlarga O, qanaqasi katta kerak edi? Men Molni- arzon olganim uchun Jahongir. Hamma tomonlama hisobi chiqaveradi. Arzon olganim uchun buni arzon beradi. Men foydalandim sizdan foyda. Yana xudo xolasa bu mol Jahongir 5 ta tug'adi yana. Xudo xolasa. O'zi 24 ta tuqqan mol. Tushunasizmi? Bu yemishini siliosga tish kerak emas-da Jahongir. Hmm. Silios bilan yemni shattilatib solaveradi. Shig'a beraverasiz. 16 million 300 ming so'm. Kami dastakasi Katta bor deb mol. o'ylab ichida. Molimiz lekin katta. boqaman. O'zingizga sotaman desanglar, mana men sizlarga sotdim shuni. O'zim xaridor. Menga tishini qoqib olib bo'lsin Jahongir. Boldillar bo'lsa Mulk o'zimiz. xosa bo'ldi menga. Keyingi molimiz to'qoladan foyda qiladiganidan. Jahongir bitta tuqqan. Mana bitta shu bolam tuqqan. Sobir aka tashab qo'yadi-yu, ozgina et oladi-yu. Umuman boshqa narsa. Yo'q, hozir bunday narsada Jahongir. Bu molni semiziga biz yaqinlay olmayapmiz-da, tushunamsiz? Qimmat bular. 20 ni tepasida 25 aynan bo'lib ketyapti-da buni narxi. Xuddi shunaqa shvet ozgina et. Bozorda misol o'zingizlar ham chiqib ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Buni semizga yaqinlab bo'lmaydi, umuman yoniga yaqinlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham manaqalarni olib kelib sizlarga beraylik, yuvoqligi ham zo'r. 4 oylik bo'lgan Suti ham bor-a buni? Iye. Suti ham bor. Bitta xo'jalikda xafa qilmaydigan suti bor. Jahongir. Narxi ham zo'r, Qani? narxi ham. Bitta bo'yini o'lchab turib bosaylik hozir. Yuvoqligi zo'r. Endi bo'yini qarang. qilaylik. Mana shu holatga semirib qolsa to'qolada. bu. Buni 20. Buni 20.
120. Holati zo'r. Orqa holatlardan ko'rsatib qo'ysak. Mana shuni bitta ertalab beraymi? Qani, Vaqtimiz bemalol. bemalol. Jigarlarni. Ha? Mol lekin ingichka rosa semirtiradi yonida. Tepaga olib chiqib aylab qo'yasizmi? Ha? Tepaga. Yo'q, prosta mana ko'rsataman-da. Ha? Yo'q, qaranglar. Olib Jahonga chiqib aylab qo'ying. Yorug'ida bitta mazza qilib ko'rish bo'lsin. mana. Bitta ko'rishsa, hech yetalamasdiki. Bizniki yetalamasa ham sotilib ketaveradi. Nimaga unaqa ekan? Mana, Jahongir ko'rdingiz-a? Aha. Vaqtimiz bemalol uchun yetalab. Bo'lsa men yetalagani vaqt yo'q. Narxi 17 million 700 ming so'm, Jahongir. Hoy. O'zi bosing xonim. Tak, jonivor. O'zi Bitta bosing. tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz. 17 million 700 ming kami dastlabkasi Kami bor. vodiy bo'ylab Lekin- ichida. Lekin tashab qo'yib, rasa baqaring. Yuvoshligi ham zo'r. Bo'yi ham 120. Qulog'iga bitta ishqovoz olib qo'yasizlar. Nimaga desam, o shvedlar qulog'i sharpan quloq bo'ladi. Bitta tishini ko'rib O'shalari qo'ying. rosa semiradi. Kuchli bo'ladi. Ikki kurak Jahongir. Ikki kurak, hali kuraklar to'liq Ikki chiqib kurak. ulgurmagan. Hali g'unadi. Uni ajin suti borini olaverasiz. Jahongir gazi bor narsada. Bo'ldi, maqtanimiz. 17 million 700 ming kami bor, 700 ketdik. Ha? 4 oylik bo'g'ozga dedingmi uni? Ha. Mana molga bor, ikkita paqir qo'yib turib bor, ikki tomondan sog'ib. Vang'illashaveradi. Vang'illatavering. Bo'ldi, ko'p sog'ing. Xudo xolasa 16 million 500 mi? 200. 16 million. 16 million 200. Ozgina kami bor. 4 oy 3 oyga olaverasizlar. Bu 7 oylik bo'g'oz. Qancha dedik? 19 million kami bor. 6 Lekin oylik bo'g'oz. Jahongir mana mol boshqacha mol. Sen Uzun baribir boshqachasan. Sen boshqacha deyapsan. Adresimiz Andijon viloyat Marhamat tumani, Chapayev To'rko'cha 7-maktab oldida. Aha. Sentralniy yo'lda. Ismim Sobirjon. Telefon nomer 90 205 21 28 ga aloqaga chiqib olasizlar jigarlar. Telegram, WhatsApp, Imo bor. Bemalol Rossiya hududida, Rossiya territoriyasida yurganlar Imo orqali bemalol telefon qilishingiz mumkin yoki SMS yozishingiz mumkin. Har tomonlama nomerda variantlar bor. Allah. Jahongir savollari yo'q. Yo'q. Kommentariya yozgan, yaxshi yozgan, yomon yozgan jigarlarga Alloh rozi bo'lsin. Alangali salom deb qo'ying. Ha? Alangali salom deb qo'ying. Siz o'qidingizmi kommentariya? Yo'q, kecha vaqt. Jahongir mana kommentariyalar o'qiyapsiz. Ha? Shularda siz vaqt topib, mana menda misol vaqt kam. Kommentariyalar o'qib, qiziq gaplarni bunday olib chiqaylikmi xalqqa videoda. Boshida boshlab, ha? Ha. Uje klientlardan kelib qoldi Jahongir. Bo'l telefonga boring endi. Jahongir, men aloqadaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.